Gaz va elektr uchun yil bo'yi kompensatsiya beriladi. Yoqilg'i energetika sohasida ehtiyojmand aholiga davlat yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan bu bo'yicha muhim qaror imzolandi. Ehtiyojmand kambag'al oilalarga gaz va elektr to'lovi uchun kompensatsiya to'lanadi. Gaz va elektr to'lovi uchun kompensatsiya 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-aprelgacha quyidagi oilalarga to'lanadi. Ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalarga. Ushbu tizimga oilada necha kishi bo'lsa, ularning birgalikdagi oylik daromadi teng taqsimlanganda 669 ming so'mdan kam chiqqan oilalar kiritiladi. Kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga. Shuningdek, ikkala reyestrga ham kirmagan, ammo mol-mulki kam va oylik daromadi har bir oila a'zosiga 1,3,500,000 so'mdan kam bo'lgan oilalarga qancha kompensatsiya beriladi? Elektr uchun oyiga bazaviy me'yordan, ya'ni 200 kWh-dan ortiq foydalanilgan 150 kWh-gacha. Gaz uchun noyabr-fevral oylarida bazaviy me'yordan, ya'ni 500 kub metrdan ko'p foydalanilgan 250 kub metrgacha, boshqa davrlarda esa 150 kub metrgacha ortiq foydalanilgan qismi uchun. Bunda bazaviy me'yordan oshgan narxlar o'rtasidagi farq kompensatsiya qilib beriladi. Masalan, bir oila bir oyda 350 kW elektr ishlatsa, uning 200 kW uchun 600 so'mdan o'zi to'laydi. 201 kW dan 350 kW gacha bo'lgan 150 kW uchun esa davlat kompensatsiya beradi. Ilgari kompensatsiya faqat qish mavsumida, ya'ni noyabr-fevral oylarida berilgan bo'lsa, endilikda yil bo'yi har oyda beriladi.